safarda bo'lganman. Ertalab yozdim, Shirin yaxshimisan deb, yakshanba kuni edi. Nimagadir javob yozmadi. Cho'ta Shirinni mazasi bo'lmayapti deb opalarim o'sha yerda edi. Ko'zim oldidan o'sha kino lentada tezlik bilan o'tadi. Bir ko'ngildan ko'rishganmiz shu komaga tushib qolishidan. Soppa-sog'lom odam edi, hech qachon bilintirmagan u og'rig'i boshqasi. 1,5 yoshida o'qishi bilardi, harflarni o'qish bilardi, yozardi harflarni. 3 yoshida, 4 yoshida karrani o'rgangan edi. Balon o'qiydi, 11 ketkazildida. Shirin meni ham qo'shiqlarimni yozib bergan. Qo'shiq aytgim kelyapti, seni desam. Bo'ldi, Guljon opa keling dedi. Shunaqa erkalanib, bir chiroyli gapirardi. Umuman opalarga o'xshamasdi u. Qo'shiq aytib bermasam, yonimda singil bo'lib yurib bersa bo'ldi. Yo'qliging bilinadi deb aytib yig'lab olaman yana. Onajon, qaniydi hozir shunaqa imkoniyat bo'lsa, qo'limdan kelsa qaniydi men sizni olib borib singlimni siz bilan yuzlashtirib kelsam, diydor ko'rishib. Ado bo'lgan seni emas, meni o'zim jon bolam.